Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Aktrisa va insta-bloger Feruza Normatovaning turmush o'rtog'i Olloyor Abdushukurov ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinmay qolgan edi hamda ko'pchilikning og'zida u qamoqda ekanligi haqidagi mish-mishlar aylanayotgan edi. Feruza Normatova ijtimoiy tarmoqlarda bugun turmush o'rtog'i uyida ekanligi aks etgan suratni joyladi va ushbu so'zlarni yozib qoldirdi. Alhamdulillah, bizga yomonlik qilaman deb har tomonlama qanchalik yaxshilik qilishganini o'zlari ham bilishmasa kerak. Yorim bilan endi har qanaqa sinovga immunitetimiz bor. Nima bo'lgan taqdirda ham biz bir-birimiz uchun juda qattiq qadrni, sog'inchni his qildik. Bu esa oilani yanada mustahkam bo'lishida endi yillar davomida xizmat qiladi, inshaalloh. Haliyam men ko'p joyda jim bo'ldim. Buni yaxshi bilasiz. Yomonlik qilishni hozir bir deganda hamma eplaydi, ayniqsa men. Ammo tarbiyam va Allohga havola qilganim uchun jim bo'ldim. Qaytar dunyo bu. Meni yomonlab, oilamizni buzib, talog'ini bergan erimni gul berdi deb tuhmat qilib, shantaj qilib uyiga chaqirgan, videolarini qo'yib fitna qilganlarni o'zini orqasi ochilib jim bo'ldi. Alloh eng oliy hakam, sharmanda qilaman desa sekund yetadi. Biz hammasini ko'rdik. Qo'limizda juda ko'p isbotlar bor, lekin bunaqa Alloh xor qilganlarni sharmanda qilib oxiratda javobini berish na menga, na oyijonimga va na erimga kerak emas. Eng asosiysi, haqiqatni hammamiz bildik. Asl yuzini ko'rsatgan Rabbimga hamdlar bo'lsin. Doim sevib, sevilib yuringlar. Alhamdulillah, hammasiga behisob shukr. Bu sinovlar shunchalik xayrga xizmat qildiki, bunaqa go'zal yechimni dunyodagi eng zo'r BBC kompaniyasi ham ochib bera olmasdi. Aktrisa ushbu so'zlar bilan birga turmush o'rtog'i Olloyorning uyda ekanligi aks etgan suratni joylashtirgan. Ushbu suratda uning yuzi ko'rinmagan bo'lsa-da, muxlislari Olloyorning qamoqdan chiqqanligini hamda ular yana birga ekanligini taxmin qilishmoqda. Biz bilan qoling va kanalimizda eng so'nggi yangiliklarni kuzatib boring.